Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Python dastlabki seviye programma laylash darsiga mana hoş keldinglar. Ko'rayotganinglardek, oldingi juma kuni, ya'ni 13-chisla Facebook sayfamizga Python darsidan har haftaning dushanba kunisi bir qismdan mazkur kanalimizda e'lon qilganligimiz haqida xabar e'lon qilgan edik. Shuningdan keyin inkas shaklida bo'lsin yoki ayrim shaklda bo'lsin va yoki kanalga ayish orqali bo'lsin bizni qo'llab-quvvatlagan minnatdorligini samimiy shaklda bildirgan barliq qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Shundaqla mush darsimizningki o'rinlashtirilishida turklik rol o'ynagan ma'lum qarindoshlarimizga ayrim shaklda samimiy rahmatimni bildiraman. Aslida planimiz bo'yicha tunugun e'lon qilinishi kerak bo'lgan dars bugungi so'zlik kutib qolib qoldi. Shu sababdan hammalardan afv so'raymiz. Unda biz darsimizni boshlashdan ilgari mushu darsimizga munosabatli bo'lgan ba'zi bir nima bor, ba'zi bir atalg'ular bor, ba'zi bir bilishimiz zarur bo'lgan mazmunlar bor. Bularni biz ko'rib chiqamiz bugungi soatda, undan keyin keyingi soatda o'zimizning plani bo'yicha qadam-qadam ilgarilaymiz inshaalloh. Python dastlabki seviye programma laylash darsi haqsiz. Yani bununla YouTube kanalımızga yani kompüter ve turmuş kanalımızga ayışı orqali ko'ralaysizlar. Her haftaning birinchi kunisi e'lon qilishga tirishimiz. Balkim planda o'zgarish bo'lib, har haftada ikki qism e'lon qilishimiz mumkin. Lekin ikki qism e'lon qilolmay qolsaqmi, cho'qim inshaalloh bir qism e'lon qilishga tirishimiz. Balkim bu rasmdagi kishi balkim hammalarniki diqqatini tortgan bo'lishi mumkin. Bu kim bir tonib chiqayli. Pythonning kelib chiqishi haqida. Python ingliz so'z bo'lib, bo'g'ma ilon yoki perxon degan ma'noda. Qaraydigan bo'lsanglar, Pythonningki logosini ikki tane ilonningki bir-biriga nim qilib turgan ko'rinishi bor. Hamda ikkinchi bo'lib, Python gollandiyalik Gordon Russell va matematik olimlari, kompyuter tadqiqotchilari tomonidan laylanib 1991-yil tarqatilgan. Python degan bu ism Gordon Russellning eng amroq tilivizor teatri Monty Python'dan kelgan. Undaqda programma degan nima? Kompüterda ma'lum bir mashg'ulot yoki mashg'ulotlarni ijro qilish uchun berilgan buyruq va yoki buyruqlardan iborat. Python degan nima? Python bo'lsa yaqinqi yillarda eng moda bo'lgan programma tili. Uning grammatikasi ixcham ham tushunishlik, o'rganishga oson, ya'ni programma tili bilan yangi uchrashganlarning programma tilidan savod chiqarishga to'liq mos kelganligi va ko'p sohaga munosabatli bo'lganligi uchun yaqinqi yillarda eng olqishga erishayotgan yuqori darajali programma tillarining biridir. Python qanday yerda ishlatildi? Torbat ichish, ya'ni mulozimlar taraf, yumshoq detal ichish, matematikalik hisoblash, cho'ng sonliq ma'lumot bartaraf qilish va ma'lumot analizi, mashina o'rganishi, cho'nqur o'rganish va sun'iy aql qatorliq jihatlarda ishlatildi. Asli qaraydigan bo'lsanglar, izlanishinglar uchun bu atalg'ularningki asli izlashini qoldirib qo'ydik. Bu shaklda Google'dan material izlanish orqali agar ingliz tilida bilsanglar, o'zinglar bilgan tilga tarjima qilsanglar bo'ldi va yoki uyg'ur tiliga tarjima qilibmi, asosiy mazmunlarni, asosiy nimalarni tarjima qilib o'zinglar qabul qila olasizlar. Bu jarayonda bilinmagan savollar bo'lsa, inkas shaklda qoldirsanglar biz javoblashga tirishamiz. Ya'ni o'rganmasligimizga hech qanday bahona qolmaydi degan gap. Unda esa Pythonda nima qilgan bo'ldi? Pythonni mulozimatlarda ishlatib, to'g'ri qo'llanuvchan programmalarni qo'rg'il bo'ldi. Python orqali boshqa yumshoq detallar bilan birga moslashib, zanjirsimon xizmat muhiti hosil qilishga bo'ldi. Python sondan sistemasiga o'rna oladi. U yana sonli hujjatlarni o'qiy oladi va o'zgartira oladi. Pythonni cho'ng sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish va murakkab matematikalik hisoblash qatorliqlar ishlatishga bo'ldi. Pythonni tez suratda sistemalaylash yoki ishlab chiqarishga tayyor yumshoq detal etish uchun ishlatishga bo'ldi. Ya'ni oddiy qilib ixcham qilib aytgan vaqtda qaraydigan bo'lsanglar, hozir sun'iy aqlni aytmadi bo'lib ketdi, ammolar bilasizlar. Bularning ko'pinchisini Python orqali yozishga bo'ldi. Masalan, 20 quruq yetmagan Python kodi orqali chiroy to'naydigan programma yoza olasiz. Bu shaklda. Nima ish Pythonni tanlaymiz? Python o'xshamagan uslublarda ishlaydi. Ya'ni Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi qatorliqlar. Pythonning ingliz tiliga o'xshagan oddiy grammatikasi bor. Pythonning grammatikasi bo'lganligi uchun programmerlar boshqa bir qism programma tillariga qaraganda bir qadar oz qo'lliq kod bilan program yoza oladi.
Buni birazdan keyin biz amaliy misollar bilan ko'rib chiqamiz. Python kodni izohlash sistemasida ijro bo'ladi. Ya'ni kod yozilgan hamon ijro bo'ladi. Bu asli tipning nihoyatda tez bo'lganligidan darak beradi. Pythonni tartiblik obyektga yuzlangan yoki iqtidorli usulda bartaraf qilishga bo'ladi. Qo'shimcha. Ma'ni faqat bilib olsanglar bo'ldi. Pythonning eng yangi asosli nusxasi Python 3 bo'lib, biz bu darsda Python 3 ni asos qilib ishlatamiz. Gerçi an'anaviy nusxa Python 2 da bexatarlik yanglish ilib berilsa-mu, boshqa iqtidor jihatda yanglish ilib berilmaydiganligi uchun eng yaxshisi Python 3 ni tavsiya qilamiz. Mazkur darslikda Python programmasi PyCharm tahrirlovchi yoziladi. Qarasanglar, Pythonni boshqa tahrirlovchi muhitida yozish mumkin, masalan, Visual Studio Code, NetBeans, Atom yoki Eclipse qatorliqlar. Masalan, bular Python hujjatlarininki cho'ngroq to'plamlarini boshqarishda alohida qulaylik bo'lib, qaysi tahrirlovchini ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, shundan boshqa qila olasiz. Ya'ni u o'zingizdan tanlashga qarata bo'ldi. Pythonning boshqa tillar bilan bo'lgan farqi, Pythonda ingliz tiliga o'xshagan grammatikal qonuniyat bo'lg'achqa tushunish oson. Python buyruqni tamomlash uchun yanqurga o'tkazishlar bo'ladi. Ya'ni chekitlik bash yoki tirnoq ishlatadigan yoki boshqa programma tillariga o'xshamaydi. Pythonni o'rganish oson. Hech qanday programma haqida bilimi yo'qlarmi, qiziqishi bo'lsa, nihoyat tez o'rganiladi. Bu yerda muhim bo'lgani qiziqishi. Qarasanglar, MAO organninki 2019-yilda rad tartib tizimniki. Bu organninki MAO qisqartirilma ismi bo'lg'achqa ostida buningki to'liq ismini qoldirib qo'ydim. Bu shaklda izlanib qilsanglar bo'ldi yoki mazkur videoning ostiga zot qismiga munosabatli qo'llanmalarni qo'yib qo'yma. Aşağıdan o'chib ko'rasanglar bo'ldi. Bu yerning o'zi Amerika elektr va elektron injenerlari instituti tarafidan uyushtirilgan bir jurnal. Buningki 2019-yildagi rad tartib tizimniki. Hamda bu tizimlikni bir ko'rib chiqishdan ilgari tizimlikninki har qaysi programma tillarining kompyuter, telefon va yoki boshqa uskunalardagi ishlatish ahvoliga qarata tizilganligini bilishimiz nihoyat zarur. Qarasanglar, birinchisida Python, ikkinchisi Java, C, C++ degandek ma'lumotni bu shaklda ko'rib olsanglar bo'ldi. Texnik tafsiliy mazmunni videoning ostiga qo'yib qo'yma, shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ldi. Biz abay tilga qilib o'tdik. Boshqa tillarga qaraganda Python orqali bir qadar oz kod bilan program yoza olamiz deb. Hamda ko'rayotganinglardek Python zodi qanchalik oson. Biz oddiy holda Hello World ni besib chiqarish orqali bir qancha tillarni o'zaro solishtirib boqaylik. Ko'rib chiqishdan ilgari har bir tilning o'ziga xos ortiqchiligi, alohidaliklarining ishlatish o'rniga asosan va ahvoliga qarata o'xshamaydiganligini bilishimiz nihoyat zarur. Qarasanglar, bu yerda C tili, balkim bilishinglar mumkin. To'g'ridan izlansanglarmi, C tilininki qanday bir til ekanligini, qanchalik muhim va qanchalik tarixiy ahamiyati borligini biz bilalaymiz. Qarasanglar, C tilda Hello World'ni chiqarish uchun 4 qur kod yozibdi. Endi C++ da 6 qur kod yozibdi. Java'da 5 qur, Python'da ko'rayotganinglardek 1 qura. Abay deganimizdek, boshqa programma tillarga qaraganda bir qadar oz yoza olamiz. Haqiqatan buni ko'rib chiqqan bo'ldik. Hamda Python kimlarni o'rganishga mos keldi? 3 yoshdan 70 yoshgacha programma tiliga qiziquvchilar, yangidan programma tilini o'rganishni boshlamoqchi bo'lganlar, yangi bir programma tilini o'rganib kasbiy iqtidorni oshirishni o'ylashayotganlar, xizmat unumini o'stirib yuqori unumli xizmat qilishni va ilgari qo'l birlab qilayotgan xizmatni avtomatlashtirish va shuning bilan birlikda vaqt tejashni o'ylashayotganlarga mos keldi. Hamda sizlardan kutadiganimiz izlanishga moyil bo'linglar. Ya'ni Google'ga bossanglar asos jihatdan chiqmaydigan narsa yo'q. Mayli til bilmasanglar, hozir Uyg'ur tili qo'shildi, Google tarjimonga bevosita tarjima qilish orqali uningki asos mazmunini tushuna olasizlar. Shunga izlanishga moyil bo'linglar, izlansanglar cho'qim bila olasizlar. Anan o'zliginglardan o'rganishni yetildiringlar. Bu mayli programma tili bo'lsin, mayli boshqa narsa bo'lsin, mayli boshqa ma'noga munosabatsiz kasblar bo'lsin, hamma narsaga o'zligidan o'rganish nihoyat muhim rol o'ynaydi. Ya'ni o'zliginglarda o'rganish ro'y bo'lmagan vaqtda shallanib qolasizlar. Ya'ni hozirgidek bir raqobat kuchli bo'lgan bir davrda o'zligidan o'rganish iqtidori nihoyat muhim. Andan azroq bir qiyinchilik yoki azroq bir nim bo'lib qolsa, yarim yo'lda bal qo'yotmanglar. Bu nihoyat pasib bir ahvol. Undan keyin bu dars olsun, mayli bosh dars olsun, cho'qim sijil mashq qilishni davomlashtirish bu nihoyat zarur. Kompyuterda qiladigan xizmatlarningki ko'pinchisi mayli grafiklar aylash bo'lsin, mayli bugungi biz o'rganib chiqmoqchi bo'lgan programmalar aylash bo'lsin, hammasi sijil mashq qilishga nihoyat ehtiyojli.
Anan ügünüşü qızğın soyuңlar. Ügünüş qıldım dep charchap ketdim dep nem qılmay. Royuңlarni kötürengi holatda o'zinglarga bir aktiv energiya bergan holatda men mushuni o'rgansam men charchamayman, men taxim xushal bo'laman, taxim rahatlayman degandek o'zinglarga ma shaklda ilhomlantirib o'rganishni qizg'in so'yish kerak. Anan inchkilik va kasbiy joylik. Ma'lum azroq bir xatolik va yoki bir tushunolmaslik bo'lsa, bo'ldilar men o'tib ketayman, keyingi qadam o'tay emas. Cho'qim inchkilik bilan va yoki joylik bilan shu xatolikni, shu narsa tushunolmagan narsangni cho'qim va cho'qim tushunib, shu xatolikni hal qilib va shu xatolikning nima uchun o'tirib chiqqanligini bilib tamoman %100 bo'lgandan keyin keyingi qadamga o'tanglar. Bular sizlarni mayli bugungi bu darsimiz bo'lsin va yoki boshqa darslarimiz bo'lsin, nihoyatda yaxshi ta'sir bilan sizlarni kelgusi natijasi bilan qarshılaydi, ya'ni oldinglarga chiqadi. Oxirida hammanglarga taqdim qilgan so'zimiz, bugun vaqtni xorlashimiz ati xorliq qilganligimizni derak berdi. Men bugunimiz haqida va yoki atimiz haqida hech qanday so'z qilmayman. Bu hammamizga ayon, shunglashqa vaqtimizni xorlamayli va atimi xorliqqa qolmayli. Nasıl birinci dersimiz ahırlaştı. Görünenlerine rahmet. Bazı bir hatalıklar ve yoki bazı bir hata uçurlar bo'lib qolgan bo'lsa, oldi bilan apu qilib o'tishinglarni, undan keyin bizga Facebook, Instagram yoki mush videoni ostiga inkatsiya orqali bizga bildirishni unutmag'aysizlar. Shundan bir vaqtda qonunimizga a'zo bo'lishni va mazmunlarni boshqalar bilan, yana boshqa atrofimizdagi qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashishni unutmag'aysizlar. Hamda biz darsimizga munosabatli bo'lgan ba'zi mazmunlarni qisqacha ixchamlab sizlarga izohatlagan bo'ldik. Hamda qaraydigan bo'lsanglar, masalan, Wikipedia'dagi mush Python haqidagi uchurlar, buning taraqqiyoti nimalarga ishlatilganligi, qaysi taraflarga, kimlar tarafidan qandoq, bu yerdagi kodlarningki muhim bo'lgan ishoratlar, masalan, ko'paytirish, bo'lish, qo'shish, elish degandek, ya'ni kodlarda ishlatilgan if, for mushu jumlalari, mush grammatikasi haqida tafsiliy uchurlar bor internetda. Abay biz dersimizin ahırda sözlüğünümüzdek izlenişke mahir bulunlar. Ondan keyin özlükünlerde, ügününler degandek. Qarasanlar men buni Uyg'urcha tarjima qildiriblar bevosita mana ko'paytirish, bo'lish, to'plash, ya'ni qo'shish, elish degandek mushadagi muhim bo'lgan uchurlarni men Uyg'urcha holatda qabul qildim yoki bilaladim degan gap. Buningga o'xshash tarjima qilish yoki o'zinglar bilgan tillarni ko'rish orqali texnik tafsiliy bilimlarga ega bo'lsanglar bo'ldi. Mesela bu Türkçesi. Ben onda iki miyad İngilizce var. Onu tercüme qilib ko'rsanglar bo'ldi. Hozirgidek tercüme qilishni yoki onun iki xatlarni sal o'qil bo'lgandek chiroyli shaklda o'zgartirishni bilmasanglar, ilgarigi darslarimizda bor. Qarasanglar, masalan, Google tarjimonlar orqali tor bekatlarni tarjima qilish, undan keyin tor bekatlardagi xatlarni chiroylilashtirish degandek. Mush darslar orqali bu shaklda tanishib, undan keyin Uyg'urcha shaklda mazmunlarga, ma'lumotlarga ega bo'lsanglar bo'ldi. Bu ulanmalarni mazkur videoning ostiga ta'minlayman. Undan keyin biz bu kishi bilan tanishib chiqdik abay. Yana bu shaklda Uyg'urcha tarjima qilib, bu kishi haqida tafsiliy ma'lumotlarga ega bo'lsanglar bo'ldi. Undan keyin qarasanglar, ma'lumotga Elektro Elektron institutininki jurnali bor. Biz abay so'zlab o'tdik mana. IEEE Spectrum degan. Bu haqida tafsiliy ma'lumotlarga ega bo'la olasizlar. Undan keyin yani aşağıninki torbektininki abiyamqi red tartibininki as ulanmasini qo'yib qo'ymay, bu yerdagi inkaslarni, mishadagi uchurlarni o'qib bilamisanlar, yana o'xshash shaklda Uyg'urcha tarjima qilib ko'rib texnik cho'nqur bilimlarga ega bo'lsanglar bo'ldi. Abiyamqi biz ko'rib chiqqan mazmunlarni mazkur videoni ostiga yana qo'yib qo'ymay, PDF nusxasini tushirib, printerda chiqarib bevosita o'qib har bir mazmunlar yangi atalg'ular bor. Shu atalg'ularni ko'rib, nima atalg'ular, qanday nima ish qila olamiz deganlarni tanishib chiqsanglar, biz kelar haftalik darsimizda asta-asta shu kod yozilgan programmaga kirib ketamiz. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlardan foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.